Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Mana bugungi sana 19-dekabr 2025-yil sanasida video qilyapmiz. Tayyor bo'lgan biyagumslarimiz ustun salafanlar bilan yopib qo'yganmiz. 2025-yilning hosilini batamom olib, yangi go'nglar tashab, cho'lchanglar tashlaganmiz. Tayyor bo'lgan biyagumslarimizda shuni ustini salafanlar bilan yopib qo'yibmiz. 2025-yil 19-dekabr holatidagi cho'lchanglarimizning holatini bir qator siz aka-ukalarimizga ko'rsatib o'tamiz. Yomg'ir ham yaxshigina yog'ib o'tgan. Ko'rib turibsiz. Cho'lchanglarimiz yangi oziqalar berilgandan keyin yaxshigina chiqib oldi. Yomg'irning hisobiga. Cho'lchanglarimizning holatini o'zingiz ko'rib turibsiz, zishligini. Juda yaxshi holatda. Keyingi reaktorlarimizni bir qator ko'rsatib o'taman. Shu yaqinda bir kommentariyada bir akamiz cho'lchanglar chiqmaydi dedi. Mana bu chiqib turgan holati. Mana bular ko'rinayotgan bo'lsa tuxumlar. G'ijja tuxum qo'ygan holatida. Tuxumlar ham qo'yib, juda yaxshi holatda cho'lchanglarimiz qishga tayyorlangan. Xudo xohlasa, shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shunday holatdagi zich bo'lgan cho'lchanglardan yetkazib berish ishlarini amalga oshiramiz. Tuxum qo'yayotgan, tuxum qo'yadigan har qanday holatida cho'lchanglarimiz bor. Ko'rinayotgan bo'lsa. Bu joyimizdagi biyagumslarni 8 ta bioreaktor bo'ladigan bo'lsa, 8 ta bioreaktordagi cho'lchanglarni avgust-sentyabrda olib, joyiga yangi go'nglar tashab, cho'lchanglar tashab, ko'paygandan keyingi holatni siz bir qator kuzatyapsiz. Bu 8 ta o'zi ko'rinib turibdi. Qolgan bioreaktorlarimiz esa yaqinda cho'lchang tashlangan. Pastligidan bilsangiz ham bo'ladi. Balandligi 30 sm atrofida bu. Sal tagi chuqurroq, ozroq. Mana bu joylarimizga ham shu o'tgan videolar kuzatgan bo'lsangiz, yangi cho'lchanglar tashlangan. Shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin. Boshda ko'rsatib o'tgan cho'lchanglarimiz, ya'ni zich holatdagi yana bir qator ko'rsatamiz. Cho'lchanglarimiz sotuvlari amalga oshirilyapti. 1 kvadrati 2 ta banan korobka hisobida 1 million so'm. Shu viloyat bo'ylab dastavkalarimiz bor. Biyagumslarimizni kilosi esa 1 kilosi 1400 so'mdan sotuvlari amalga oshirilyapti. Cho'lchanglar zichligini ko'rdingiz. Juda zich holatda qilib beramiz, xudo xohlasa. Mana shu holatda 2025-yilning yakuni mana shunday bo'ldi. Barcha biyagumslarimizni olib, joyiga yangi cho'lchanglar tashladik.